Bo'ldi, to'xtat. Majbur gapingizni bo'ldim. 1 minutga gaplaringni bo'ldim. Majbur bo'ldim kirishga, gapirishga, mikrofonni ochishga. Assalomu alaykum hammaga. Endi eslaringdan chiqmasin-da, bu morgda qilinmagan bu ukollar hammasi больницада qilingan. Morgda ekspertiza qilayotgan paytida bu ukollarni izi kelib chiqib aytilgan. Mana shu yerda ukol igna izlari bor deb aytilgan. Bu gap esdan chiqmasin. Bu больницада qilingan narsa. Mana javob. Tushundinglarmi? Mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu morgda men o'zim больницада qilingan. Meni eshitdik Feruzani gapini. Meni bizni Feruzaxonni gapini eshitdik. Ko'proq bizda organ vaqtida o'sha ushlab turishi uchun bo'lgan narsa bizga ko'proq anaqa yaqinroq kelyapti bu taxmin. Endi avvalasi hammasi Allohdan, buni aytish oson emas, lekin haqiqatdan ham ekspertiza javobida morgda mana shunaqa ukollar qilindi deyilmagan. Mana shunaqa igna izlari bor deb aytilgan. Qilindi deb aytilmagan. Buni katta anaqasi bor orada. O'sha narsada adashmasdan taxmin anaqalarni tahlillarni adashmasdan qilishlaringizni so'rayman. Bo'ldi, rahmat Feruza. Rahmat. Feruza opa, assalomu alaykum. Sizga bitta savolim bor edi, maylimi? Mina to'xtab turing. Men qarangda, men mutaxassis bo'lmasam ham sizni gapingiz noto'g'riligini bilib turibman-da. Menimcha hech qaysi dunyoda o'likka azob berib, morgda o'zida ham kor qilishmaydi, saqlashda boshqa dorilari bo'ladi o'zlarida. Nozima opa, siz medsestra emas ekansiz. Men medsestraman. Men Rossiyada ishlayman. Bu men sizga yana bir marta aytyapman. Bu hammaga qilinmaydi. Hammaga qilinmaydi. Mina, men sizni esladim. Ancha где-то 2-3 hafta bo'lgan, где-то 3-4 oy avval kelib gapirgandingiz. Sizga New Jersey ham savolingizga javob bergandi. bo'lib qolyapti. Qaysi savolga? Savol emas, именно mana shu gapingizni gapirganingiz точно esimda, boshqa nik bilan kirib gapirganingiz. Sizni gapirgan gapingizga New Jersey quloq soling, men boshqa nikim yo'q. Men faqat shundan kiraman, ikkinchi marta gapirdim. Ikkinchi marta gapiryapsiz. O'sha vaqt sizga chiroyli javob berishgandi. Siz aytdingiz, 1 oygacha 1 oydan ziyod qolsa deganingiz. Yo'q, kim bilandir adashtiryapsiz. Yo, imенно siz u meni kim bilandir adashtiryapsiz opa, iltimos siz hammani ayblayvermang, men to'g'risini aytyapman. Yo'q, men sizni ayblamayapman. Men sizga yomon gapirayotganim yo'q. Qarang, Mina, sizga har bitta berilayotgan javobni negativ sifatida qabul qilmang. Yo'q, men sizni negativ demayapman. Men aytyapmanki, bu rostdan organizmni ushlab turish uchun qilinadi bu ukol. Inagda. Lekin hammaga ham qilinmaydi demayapti. Qarang, qilinadi deyapti, lekin bu ukol morgda qilinmagan deyilyapti. Xo'p, men o'shani lekin morgda qilinishini aytdim. Men imina Nozimaxonga morgda qilingan demadim. Ukolni nomi nima? Mina? To'xtinglar, sohada ishlar ekan. Nomi nima o'sha ukolda? Yo'q, men sohada ishlayman, men medsestra skoriyda ishlayman. Uni morgda qiladi, morgdagilar biladi uni. Nomi nima o'sha? Morgdagilar biladi uni. Demak, siz yo'q, men undan hech ham ishlamaganman. Boshqa ukolga aralashtirayotgandirsiz demak. Mayli, qarang, bu qiz savollari bor ekan. Gulchehra opa, bitta eshitib ko'raylik savollarini. Bo'ldi, xo'p. Biz eshitamiz. Siz savol bermoqchi edingiz menga, aynan savolingizni eshitaman. Feruza opa, hozir bu yerda hammasi negativda gapirishyapti. Men har doim Nozimaxon taraf bo'lganman. Bitta kecha YouTube'da bir narsa ko'rib qoldim. Ana nima boshqa taraf, blogerlar tarafda. Sherzodga kimdir bitta savol berdi-da, anaqa siz nimadan shukr qilasiz bugungi kunda? Siz shu qamalib qolmaganingizga, tipa shunaqa gap gapirganda, Sherzod aytdiki, pastga Nozima men bilan tushganni meni asrab qoldi, bo'lmasam olib kirib qo'yib yomon qilishardi dedi-da. O'shanda bir eshitgandim, pastga tushgan odam Nozimaxon emas edi deb. Shuni aniq bilindimi, Nozimami, Nozima emasmi? Bular bilgan ekanda shu narsani sahnalashtirganmi yo Nozimaxonga o'xshagan qizni rol ijro etib berishganmi deb o'yladim-da men. Shu narsani bilishgan ekan, значит, ular. Может, Marjona degan qiz bor edi, o'shani o'ynatib berganmi? Bir eshitgandim, siz aytdingiz, yuzi yaxshi ko'rinmagan deb. O'shani YouTube'da eshitib qoldim. Shunda pastga tushganim meni saqlab qoldi demoqchimi? Yo'q.
Nozima men bilan tushgan edi o'lishidan oldin. Men aybdor emasman, o'sha meni saqlab qoldi dedi. Kecha YouTube'da ko'rdim. Shuni yangi qo'yilgan ekan. O'sha rostdan Nozimaxonmidi ili yuzi yaxshi ko'rinmaganmidi, shuni bilmoqchi edimda. Bir eshitgandim, u Nozimaga o'xshamayapti degan. Hali bu narsaga biz javob topganimiz yo'q. Hali Значит, bo'lib shu narsani rol chunki kameralarni bizga явно ochib berishgani yo'q. Biz to'liq kameralarda hali Nozimani haqiqiy yaqindan yuzini ko'rganimiz yo'q. O'shaning uchun biz hali ham o'sha eski gapimizda, o'sha aytgan 50 bo'lgan gapimizda hali ham turibmiz. Xo'p, tushundim. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha yuribsizmi? Rahmat Allohga shukr. Oldinga surildim. Ozgina bo'lsa ham ishimizni Bugun endi dushanba kuni endi ish boshlandi, endi ko'ramiz shu haftada Xudo xolisa katta yangiliklar kutyapmiz. Allohim mehribon, Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. ishqilib hammasi yaxshi bo'lib, bizning tarafga nima bo'lsin deb ishqilib. Bo'ladi albatta. Albatta biz tarafga hal bo'ladi. Endi O'zbekistonga ko'chishni boshlab turibmiz-da biz, to'g'rimi Feruzaxon? Xudo xolisa O'zbekistonga ko'chadi deb turibmiz, ha. O'sha tez kunda O'zbekistonga ko'chsa, bularning haqiqiy yuz ko'zi ochiladi-da bularni. O'zi bularning haqiqiy yuz ko'zi ochilib bo'lgan. Albatta. Prosta O'zbekiston qonuniy tarzda harakat qilishini kutyapmiz. Demak, O'zbekistonga o'zlarini qonun darajada, qonundan chiqmagan darajada nimanidir harakati bo'lishi kerak ularda. Biz uni tushunmaymiz. Ularni shu tarafdan kutib turibmiz. Lekin juda ham qattiq ishonch bor. Xudo xolisa bu narsa shunday qolib ketmaydi, yopilib ketmaydi bu narsa. Inshaalloh Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lsin. Ishqilib Nozimaxonning yuzi yorug' bo'lib bemalol maqsad qilishimizga ham amin bo'lib turibmiz. Endi Xudo xolisa hammasi yaxshi. Rahmat. Gulchehra opa, bemalol davom ettirishlaringiz mumkin. Boya gaplaringizni bo'lib qo'ydim, opa. Uzr so'rayman. Ne siz uzr so'raysiz? Uzr so'ramang, biz sizdan uzr so'raymiz. Yo'q, unaqa deb. Davom ettiraveringlar bemalol. Juda chiroyli suhbat bo'lyapti-da, o'sha qo'shildim-da shunga. Yo'q, mayli. Yo'q bo'ldi. Meni qizimizga aytmoqchi bo'lganim, bular bizga informatsiyani aytaman deb bir qadar tasdiqlamoqchi bo'ldilar, lekin noto'g'ri podavach qilganlarga biz ularni noto'g'ri tushunib qoldikmi deb o'ylayapman. Ular endi anaqada morgda deb gapirdilar-da, atak o'shaning uchun men to'g'riroq kirgizib ketdim. O'shanaqa, больницada bo'lganini aniq qilishdi yerda. Haqiqatan ham ekspertiza qog'ozida morgda ukol qilindi deyilmaganda, ukol izlari aytilgan. Teng bola u borgan paytda faqat nafas berildi degan bular, o'z og'zi bilan. Ukol qilindi demagan. Ikkinchi больницada qilgan bo'lishi mumkin. O'zligini больницasiga yetishganu, o'sha yerda qilgan bo'lishi mumkin bunga. Balki. Bu hozir больницada balzamironiya qilinmaydi, chunki больница tiriklar bilan ishlaydi faqat. Yo'q. Gulchehra balzamironiya demayapman, anaqa organ olish uchun qanaqadir organizmni to'xtatmaslik uchun balki uni boshqa yerda qilgan bo'lishi mumkin. Ha, to'g'ri. Gulnoza, men siz tushundim. Men bu gapni menaga aytyapman. Sizga emas Gulnoza. Ular aytdilar, yo'q, buni faqat morgda qiladi deganlariga men aytmoqchimanki, biz sizni to'g'ri tushundik. Hammani bitta mutaxassis bo'lmasa-da aqli yetadi. Больница tiriklar bilan, morg o'liklar bilan ishlaydi. O'liklarga qilinadigan protseduralar o'z morgda qilinadi albatta. Biz shuni sizni to'g'ri tushundik. Faqat sal noto'g'ri olib kelganingizga boshida anglashilmovchilik bo'ldi. Zeli to'g'ri aytdi. Bir-birimizni gapimizdan tushunmasak. Albatta negativga olmaylik demoqchiman. Bo'ldi, shu xolos. Yo'q, Gulchehra xola, men xato tushunmaydim. Men morgda qilinadigan narsani значит bilan noqonuniy больницada qilingan demoqchiman. Xato tushundik deb aytdim. Biz sizni xato tushundik.
deb aytdim. Ha, yo'q, Siz hech bizdan chiqdi. xafa Yo'q, biz bo'ldingizmi? bir-birimizni tushunmay qoldik. O'shanaqa demoqchiman-da bola, shunaqa Ha, demoqchi. ha. Xo'p. Bunga muzlatadigan frezer uradi, bo'ldi, boshqa hech narsa urmaydi. O'shalar shu qotil a'zolarni sotish uchun qilib qo'yadi frezerda. Mumkin. Frezer Bo'lishi degan mumkin. muzlatadigan narsa, organik kerakli narsa joylarda bor muzlab turadi, boyagi aytganday. O'shanda Amerikada ichki bor. organlar Amerika lat yemaydi, to'g'rimi? ha, shu rivojlangan davlatlarda bor o'sha frezer deydi u. Menimcha qimmat bo'lishi kerak bu. Bizlar O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim. qarang bir Bo'lishi mumkin. bitta gap gapirsam bo'larmikin? Misol uchun mana Va Buxoroda ikkita gapirsangiz ham mayli. Koreyevlar haligi iskarganda olishgan-ku. Ana o'sha paytda bizda O'zbekistonda transplantatsiya qilish bo'lmagan-ku, operatsiya qilish. O'shanda qanaqa qilib chiqarib yuborishgan ekan. Saqlashgan-ku, mana ma'lum kunda saqlab chiqitgan-ku. Endi manchi uni kuzatganimga man esimda yo'q. O'zi umuman O'sha saqlash soatlari bor ekan deyapman-da. yo'q, tushundim. Man ularni nimagadir man ular lyudayet deb o'ylabman-da, anaqa qiladi deb o'ylamabman. Chorniy rынок aralashgan deb o'ylamabman. Man ular lyudayet deb qabul qilibman-da. O'shaning uchun Nozimaga adolat bu savolingizga men javob bera olmayman. Chunki men u ishni Yo'q, kuzatmaganman. man bilmadim, prosta shu ichimdagi gapni aytib berdim. O'shaning uchun mumkin Ha, emasmikin ha, hamma. ha. Ani o'zi yemagan Gulchehra ularni boshqalarga yedirgan uni. O'sha endi lyudayetство bilan shug'ullanganda boshqalarga taklif qilgan, shunaqa deb aytdim-da. Kannibalizm dedimi nima dedi? Lekin organ ham deyildi. O'sha joyi bee'tibor bo'libman-da. Zamir bolam anaqa hozir yangicha talqinini bilmayman, o'sha paytda lyudayetство deb aytilardi. Hozir yangicha so'zlar, leksika boyib ketgan-ku judayam. Hozir endi yangicha talqinini bilmayman. Kannibalizm dedimi nomini? Ha, ana. Kannibalizm oldindan bor edi, shu esimga kelmabdi, qarang. Ustoz. Ana az Facebookda ham, Instagramda ham juda hamma narsasini sotyapti-da bu yigit. Assalomu alaykum gruppadoshlarim, yaxshimisizlar? Men o'qidimda, akasda mana bu ukollari bor-ku o'zi. Для поддержания состояния boyagisiда reanimatsionniy nimalar ekan. Va время reanimatsiyaga bo'lgan vaqti. Aortadan жидкость jo'natar ekan. Kustodiol degan охлаждающий preparat ekan u. Shu organlarni olish uchun. Qon aylanish sistemasini yaxlatib shunaqa narsa uchun ekan u. Rostdan bu morgda emas. Он не фрезер, а это кустодиол degan этот preparat ekan u. Сейчас я o'qib beraman. Kustodiolni. Да. Kustodiol degan раствор ekan. Оно делается, оказывается, именно mana bu bo'yni sohasidagi bor-ku, aorta nimalariga, venasiga qilinar ekan u. Katta даже посмертный даже посмертный inson mana mozgi faqat o'lsa, lekin organlari nima bo'laversa ham olish ehtimoli bor ekan uni. Saqlab turuvchi vazifada. Ha, o'sha bu morgda emas, bu точно o'sha reanimatsionniy narsalar berib turganlar, чтобы изъять органы. Ko'proq yaqinroq shu versiya. Biron marta o'sha nimani pedofilni mana shu gaplarni eshitganda men bunaqa ishlar bo'lmagan deb atrisa qilganini eshitmadim hamda biron marta. Endi u odamni
har tomonlama o'zi nimasi chiqdi-yu, o'zi nima qilgani, nima qilmagani. Keyin Lekin o'sha organ savdosi ko'proq ehtimoli bormi? Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, birdaniga hamma videolarini o'chirdi. Bu bitta u asosi juda katta buni. endi qo'rqib qolgandan o'sha narsani butun hamma nimalarni, videolarni o'chirib tashlaganda-yu. Shunaqa. Bu yerda не только ihson nimadirlar, u реально органы может быть конкретно, потому что hammasini o'chirib tashlagan. O'sha singlim bu yerdachi o'sha Nozimaxon bularni qora ishini bilib qolganda, bilib qolgani uchun buni qiynab o'ldirishganda. Odam o'zini o'zi o'ldirsa, osib o'ldiradimi, o'zini nima tomdan tashlab o'ldiradimi, unga hech kim nima qilmaydi. Bular o'sha sezganda buni o'sha ularni qora ishini qilmoqchi bo'lgan, ochiqlamoqchi bo'lgan. Shunga buni keyin sekin nima qilishgan, bir-biridan kelishganda, keyin davay mana shuni sekin nima qilaylik, o'ldirib qolaylik, bilmasligi uchun, xalq bilmasligi uchun deganda, shundan keyin mana shunaqa qilib qiynab o'ldirishgan buni. Mumkin bo'lishi. Yana bir savol tug'iladi shu yerdagi. Adashmasam, menga nima eslatib qo'ysanglar, mana rahmatli Nozimaxon haligi Sherzod orqasidan quvlaganda 112 ga telefon qilaymi degan joy bor, agar adashmasam. Men qilaymi degan joy bor. Bor edi. Shu voqeaga taalluqli emasmikin deyman. Bilib qolgan bo'lsa. Aytmoqchimanki, ukam o'sha bu yerda bularni o'sha nimasi nimaligini bilib qolgan Nozimaxon. O'sha Sherzod ketidan pichoq bilan qo'llayotgan paytda o'sha 112 ga qilaman degan bekorga emas edi u. Shu gapi borda, men 112 ga qildim, men qilaymi degan 2-3 marta qaytargan u gapni. Undan keyin Sherzod ovozi o'chib qolgan. Menimcha taalluqli joy bor, shuni sezib qolgan u. O'zim qilaymi degan joylari bor. Shunda bu o'sha bularni qora ishini sezib qolganda u. Qora ishini bilib qolgani uchun o'sha hamma narsani sekin yig'ib yurganda, o'sha yon daftarchasiga yozib yurgan. Nima bo'lganini, o'sha nima qilayotganini sezib qolib, o'sha nima qilayotganini sezib qolgan. Uchun shunaqa buni sekin tinchish yo'lini o'ylashgan, planlashtirgan, o'sha narsani rejalashtirgandan keyin o'shanda rejani sekin amalda bajarishga harakat qildi. O'sha harakatni qilgandan keyin o'sha harakati endi 100% bo'ldimi, necha foiz bo'lganini bilmadim, lekin u haqiqatdan ham bular nima bo'ldi. Lekin haqiqatda boshida o'sha Ehsonchi degan odamimizni harakati bu birinchi bo'lganda, u hamma narsani nima qilgan. O'shanda Ehsonchi bu ssenariyga sразу kirib kelganda, bu tanimagan odamni nimasiga, nima deydi, iftorlikka sразу kelgan mehmon bo'lib. Bu plan tuzilgandan keyin kelgan bular. Ssenariy yozish bo'lgan. Shunday. O'shani birinchi videosida hamma narsa bilingandi. O'sha butilkani ko'tarib olib, o'rniga qarab o'tgan payti, boshqa narsalari, o'sha kirchikirni hammasini nima qilgan payti o'sha bilingandi. U birinchi marta kelmagan o'sha xonaga-da, o'sha undan oldindan kelgan, bilgan nima bo'lganini sekin nima qilgan. Keyin bitta qiz aytdi-ku, Missistra balzamirovanyada. Balzamirovanya qilgan vaqti nima shaya bo'yin sohasiga qilinmaydi. Keyin agar u, допустим, balzamirovanya qiladigan vaqtda u bitta ko'zi pachoq bo'lib kelgan ichida внутренний. Qo'llari nima uchun balzamirovanya qiladi? Shishirib, tekis qilish uchun. Qo'llari bitta ungimi, qo'li вообще mo'moychalankidek yoki ezilib, xuddi
tortgandaymi, terisi tortilib qolgan. U umuman исключение u narsa. Unaqa joylarga qilinmaydi u preparat. Для бальзамирования. Izapa. Izapa. Endi to'g'ri, sening sizni ham gapingizda jon bor. Bajamironi u nima uchun qilinmaydi, boshqa narsa uchun qilinadi u. Это точно в больнице qilingan ukollar. Lekin bitta joyga qiziqdim-man, nima uchun допустим, медсестра bitta ukol izi bo'ladi-da, a uni ikkitali iz, ikkitali. Qo'lini tepasida ikkita iz, iynani izi. O'sha menimcha tomirini boshida topa olmagan. Keyingi qilgan paytda o'sha tomirini topgan bo'lsa kerak edi. Shunga shunaqa bo'lgandi. Men qo'li nima uchun shu bitta qo'li terisi cho'zilib qolganini ham shuni tortganmi ular uni? Tortilgan-da. Qarshilik qilganda ustob tomiriga tusholmagandir agar tirik bo'lsa. Tavba, shunchalik ham qiynaydimi? Assalomu alaykum. Ana men boshida nima qilgandimki, o'zini o'zi osib o'ldirdi deganda men o'sha ishonmadim-da. Da. O'zini o'zi osib o'ldirdi. Men o'sha bildimki, bu yerda demak bitta narsa bor. Bu yerda gapida o'sha sal do'dirasroq gapirganda-da. Do'dirabroq gapirganda. Qizlar, bizni O'zbekistonda shu ishga olib boruvchi, davodet qiluvchi nimalarga ayblov bormi? Masalan, shu ishga olib borgan, masalan, o'zini osdi desa, ishga olib borgan. Hamma endi bu yerda bitta narsa borki, asosan bu yerda o'sha o'zini o'zi osib o'ldirdi degani, demak bu o'sha haqiqat emas, yolg'on. Yolg'on. Isbotini qilib bermayapti, o'sha o'zini osdi degan narsani ham isbotini qilib berish kerak. Ular qanday isbotsiz bo'lishi kerak degan narsa? Ha? Shunaqa qilib osdi. Narsani isboti bo'lishi kerak o'sha. Shunaqa deyishyapti-yu, shunaqa degandan keyin yozilgan xat bor mana, to'g'rimi? Shu ishga majburlagan hisob. Ha? Shuncha jarohatlari qayerdan keladi? O'zini osgan odam o'zini urib, balki qilib shikastlaydirib. Demayapman, ularning gapini aytyapman-da. Shunga olib borgan masalan, ana shu Alfons olib borgan deyishyapti-yu, nima urushgan, bo'g'ishyapganda deb gapirgan masalan. Shunga xatga ham bir nima yo'qmi? Ayblov. Endi Asilzoda bitta narsa sizga tushuntirib o'taman. Va alaykum assalom. Bu yerda o'sha agar osib o'ldirilsa, odam o'zini o'zi osib o'ldirgan paytida arqonmi yoki nimaga osib o'ldirgan, o'sha narsa bo'lishi kerak, o'sha osilgan joyda qolishi kerak o'sha narsa. Yo'q, uni ko'rsatib bera olmayapti-ku ular. Shunga ham jazo berishmayapti-da. Asilzoda. Alaykum assalom. Asilzoda, qarang, siz savolingizni sal boshqacha qo'yamiz, maylimi? Sal boshqacha qo'yamiz. Xo'pmi? Misolan, men o'zimni osib o'ldirib yozib ketsam, misolan, meni turmush o'rtog'im falonchi meni mana shunga majbur qildi deb yozib ketsam, buni qonunda o'zini boplari bor. Bor, tegishli jazosi bor. Oladi. Bo'ldi, bu yerda Nozimaga daxli yo'q buni. Mayli, o'zimni misolimni aytdim. Men o'zimni misolimni aytdim. O'zbekistonda bor ular. Bu yerda bunaqa o'ylayman. Yaxshi masala qaranglar. Bu yerda o'sha birinchi rol o'ynayotgan odam o'zi o'ldirganda aybni Sherzodga to'nkayapti. Nima